Navbatdagi plyugimizni chizmalarini qilib oldik. Bu oyoqlarni qotiradiganlari. 2 dona plyug bo'lyapti. Bittasi mini, bittasi 82 Belarusga. Boshqa plyuglarimizdan bularni farqli jihati 3 talik bo'lyapti. Oyoqlar silmat bo'ladigan holatda. Aytib o'tganimdek, bittasi kichkinaroq plyug. Где-то захват 1.10 atrofida, bittasi 1.20-25 atrofida chiqadigan. Mana 82 Belarusimizga plyugni stoykasi. Birinchi shablonni sal haqiqatga yaqinroq qilib tayyorlab oldik. Materiallar, ikkita plyugga material bor. Где-то 70% material yetib kelgan bizga hozircha. Yana bir 30% material qolgan. Shu materiallarni olib kelsak, idealcha hal qilamiz. Bizlarni kuzatib borsanglar, ketma-ketlikda video qo'yamiz. Mana ikkita nasos, mana 82 Belarusga, bunisi 28 traktorga plyug yasayapmiz. Mana shunaqa plyug yasaydigan akalarimizga videoni tezda jo'natib qo'yinglar. Baribir qiziqadiganlar ko'p juda. Razmer so'raydiganlar ham ko'p. Razmerda shu video orqali olsa ham bo'ladigan holatda. Qanaqasi, qanday nima. Stenkasi 9lik. Hammasi почти 9likdan stenkasi. Bu plyugimizda nima deydi? Patinkasi deydimi, nima deydi? Shu atval ushlaydigan. Haligisini mana shundan kesib olamiz. Qiziqadiganlar bo'lsa, kuzatib borsa, xudo xolasa bitgan jarayonni ham qo'yib boramiz. Sizlarni qiynayotgan savollar bo'lsa, kommentda qoldirsanglar, xudo xolasa qo'ldan kelguncha atvet yozishga harakat qilamiz.